Senin balan emzik çarpıyla. Yakın yanına. Ağaç oturma. Ağaç oturma. Eyvallah, alkış ol. Assalam apa. Obdan qopuplumu? Yaxşı balam, bugün şundaq yenikli qopupdu men. Tərat sularını tayyorlab qo'ygan edim. Rahmet balam, Xudoyim manga sizdek yaxshi kelini yetkizib, aram etli qaldim. Oycan! Astara qaydыңа? Qo'rqmay o'ltiring Gulnar. Velosiped degani vaqo qanot chiqirib uchat edimi? Ikkimiz muhabbatlashib yurganda qanday qayda aytdim, ha? Voy, po'chiliqini kim sizning velosipedingizga minibdi-ki? Ha? Shu chotki novchiligimiz bojimo texe bizning. O'z vaqtida sizni daryo bo'yiga nima bilan apag'an? Shuni unutib qoldingizmi? Shu kun ma'qul demaganmidingiz? Qo'shliqini yodingizda bor ekanda? Uni unutib qolamdigan. Voy. Shu kunlarni o'ylasam, faqat esimdan chiqmaydi juma. Rasmi? Bas. Birdam aram elib olamsiz, Tayir. İşlaganga herib ketmaymiz. Ko'dingizmi muskulalarni xil chambalijimi biz. Po'chiliqini. Çay içib eling, canım. Rahmat xotin. Xotin? Keşkiç xotin daverdi ekansiz. Bir yostiqqa bosh qo'ygandan keyin xotin demay nima deydim? Muhabbatim damtim ya, ha?
Qo'lga kirgizib oldim, hech kim ko'rikdan o'tib oldi danga. Unda xo's qaytada muhabbatlashamdik ya, ha? Yana bir daf yiqma, yana bir daf yiqma qani. Deyman, qada. Oy. Fotot. Fotot. Voy! Oy. Pa. Sizlar alomat qaynab ketibsizlar-ku. Keldingmi adash? Tinchlikmi? Tinchlikmi? Uyda qilamagan sho'xlig'inglarni etizlik qilib yetibsizlar-da. Atrofda odamlar bormi? Hey, bug'doyningmi ko'zi va quliq bormi? Ha? Mushu gullarning ishi bo'lmamdi. Muhabbatlashgan vaqtimizni aslab boqayli deb qo'g'lab jinimni ozliq qo'ydi degina adash. Yolg'on. Sizmi bo'sh emaskansiz juma Gulnar? Mushuk chashqanni qo'lgandek, Toyirning jinnini elib jangalda qo'yibsiz-da. Hey, adash. Koni yar beshidiki yani qanday qilsan? Olaman, cho'qim olaman. Hozir u yerga xalqni ko'z tushib yetibdi. Fursatni chin tutchimi adash? Xalqning qo'liga tushib ketmasin beka. Hay, opam u yerga suv opirish tasdaydi. Agar ip bo'lib suv chiqaramay qolsak, qiynalib qolamizmi? Suv opirish tasog'an bilan ya obdan danga Gulnar. Uning ustiga 20 mo'ya. Hey, u yani elib olgan bo'lsam xeli bir ish qilatdim. Agar biz fan texnikaga tayinib yer terimisak, boshqalarni orqada qolamiz. To'g'ri? Hey, undaq bo'lsa, Sulaymon akamni izlaylik. Shunday qilaylik. Hey, Gulnar, men berib kelayim size. Yürü adaş. Ana av yedik. Sulaymiko! Sulaymiko! Assalomu alaykum Sulaymon aka. Aleykümselam. Assalomu alaykum Sulaymon aka. Qaqavalinglar. Atqa qarab o'tibsiz-da. Sulaymon aka, ot beqishqa pamingiz bor ekan juma? Bu at kunda 4-5 kilo qo'noq yeydi. Şoňa bugun ep chiqib o't qo'yibetdim. Ayol kishining to'lg'ini, otning bordalg'ini yaxshi emasmi? Sulaymon aka, kon yar beshidagi yana men beramdikin deb izlab keldim. Uxlab tush ko'rgandek gap qiladi ekansan-ku. Men to'y qilishdan burun degan-ku, keyin to'y ishi bilan aldirashib ketdim shu. Rost gapni qilsam, Toyir. Uya sana tegmaydi. Uyaning beshida o't qo'yibadi, o't. Sulaymon aka, shu yerni Toyirga epasingiz umamdi. Toyirning nayt yaxshi planlari bor edi. U yerni Toyir olsa, atrofga obdan foydasi tegadi. Sizlar bundaq talishib bergan bilan mening uyaga tishim patmaydi. Bo'ldi, yuqori bir nima desin. Chop! Suv chiqmaydigan eski do'nglikni talishib qo'ysa, ajab addidan ashta bo'lar. Bu ya yezlik hukumatning qo'lidagi chaqda suv chiqmaydi deb terimay. Tashlab etgandi. Hey, oladigan niyating bo'lsa, ching tur. U ya yaxshi ya. Planlaringni amalga oshira olaysan. Cho'qim olaman. Yo'lni bekalam. Yo'lni bekalam dema bu. Qandaq degan gap bu? Arvangizni bir yoq tortinglar. Xafa bo'lmang, mana hozir. İsmingiz nima? Meni bunchalar yod ko'rib ketmang. Men mush yezining muavin boshlig'i Osmon bo'laman. İsmingizni bilgim kelib qoldi. Ha? Ismim Gulnar. Mushu yezidagi Toyir Abdullaning ayoli bo'laman. Günlar degan sizda? Toyir mush yezidagi eng chiroyli bir qizni ilib oldi deb anglagandim. Toyir yo'vash yigit, toza ta'lingiz gapdi-jimi? Men mangay Osmon aka. Voy. Qaltis qizgansiz-g'o. Uyingizga taklif qilaymi demaysiz, ha? Yangi kelinchak degan mushunda qo'lamda? Ha? Men mangay.
Voy Xudoyim. Oy. Gülnar, balam mijazınız yo'qmi? Ha? Turing ay balam. Asta turing ay balam. Astıroq turing balam. Turing. Boyunuzda ba o'xshaydi, jenim balam. Azroq aram evasingiz. Yaxshi bo'lib qolasiz. Ha, boludu. Əmi sən şundaq bolsun. Kiring. Ha, Osman. Teşikmi? Yaxshi turdingizmi? Qani, o'ltiring. Neymiş bu hatta? Qapsılan jilg'isiga kelkin kelib, barliq tosmalarni buzib etibdi. Bugun ertaga Nailik hukumatdan tosmalarni to'singlar deb telefon keldi. Mo'shu noyi rahbarlarimiz qiziqkan. Kelkun kasila tosmini etinglar deydi. Ya bizga tosmini etkidek mablag' bermagan. Siz undaq desangiz bo'lmaydi. Nailik hukumatmi bizni har jihatdan qo'llayotmandi. Yezi boshlig'i, sizlar yezimizga boshliq bo'lib kelgili uzun bo'lmadi. Sizlar ba'zi ahvollarni tushunmaylar. Masalan, bizning eshakdek ishliginimizni noyi rahbarlar ko'rib baqdimi? Shaxsan meni mukofotlab baqdimi? Biz taptani qilsaq bo'lmaydi. Yezimizni taraqqiy qildirish uchun tabiiy boylig'imizdan foydalanib, holliq saviyaga yetish uchun izlanishimizga to'g'ri keladi. To'g'ri. Sizdan bu yeziga ma'un yezi boshlig'i bo'lganingizga xili yillar bo'ldi. Chekkan jafoyingizmi ko'p, boshqalarimizga qaraganda yiltizingiz cho'nqur. Bizning ko'p ishlarda hamkorlashishimizga to'g'ri keladi. Assalomu alaykum, yezi boshlig'i. Qanday ahvollari? Obdan turibdimmi? Ha, obdan turdim Sulayman. O chaqirtmasam kelaymi demaysiz-ku? Yo'q. Undaqmi emas, yezi boshlig'i. Mush yaqinning yaxshi ishlarim sal aldirash o'q qilib, o'zlarini yo'qlab kelamadim sizlar. Xapimizda yezi boshlig'i. Ha, qani, o'tiring. Ma'qul. Hey, xotin. Cho'k bilan piyola chiqa. İlahi amin. Allahu ekber. Menmi mush bir yezini peqirtib ketyapman-ku, ha? Araq ichishga, o'ynashga, uxlashga vaqt chiqara olaymi? Vay yezi boshlig'i. Sizlar buyruqni so'qib qo'yib, xotirjam o'ltag'im bilan dehon deganga gap anglatmoq osonmi, ha? Hamma japoni biz tatimiz sizlar, yezi boshlig'i. O'nchilikmi deb ketmang, Sulayman. Hozir dehonlarni aşağı edadigan gap yezi boshlig'i. Men bo'lmasam ular joylik qilib, hargiz bag'ili unamaydi. Qani, nima topshiriqlar bor ekan shuni anglab boqay deb kelishim. Teshikmi? Choy iching. Rahmat. Ağaç otaslar. Sen chiqib, mavaraqdan bir botilka akirtagini. Ma'qul. Sulayman. Bir haqiqatim siz bormisingizmi? Dehonlar aşağı ketaverdi. Bugun mening azroq ishkim kelib qapti. Birar umkidan ichib qo'yaylik, ha? Qani, eling. Sizlar bundaq degandikin, menga nima amal? Bo'pti, issak ishdiq. Bali. Bir yezi boshliq qopab sizni esh desa, mo'shini bilmamsiz. Birsi meni shundoq desa, beshim osmonga taqishatdi. Sizlarga o'yin tomosha ozmi, ha? Haynadikini. Xo'sh. Bali, yaraysiz. Sulayman. Xo'sh. Mo'sh ikkimizning ilpatchilik qilayotganiga xeli uzun yillar bo'ldi, shundaqmi? Shundaq. Yoshirg'idek ishmigo yo'q. Men hayotli bo'lsam, huquq tutibni to'sam, sizni mangu qanot ostimga olaman. Rahmat yezi boshlig'i. Qandaq o'ylaganlar bo'lsa, davaslar. Xizmatlarga tayyorman yezi boshlig'i. Sizlarning ash qum do'nkantida bir cho'konni ko'rib qoldim. U meni asir qilib oldi. Har qancha qilsammi, kallamdan zodili chiqmayotdi. Kimkan u? Sizni bunch asir qilib olgan? Toyirning ayoliman deydi. Ismi Gunnar ekan. Sizlar qiz cho'kan desa, o'lib birdigan yezi boshlig'i jumi, ha? Qiz cho'kanlarga qachon bag'rimiz qenib o'tgan, ha? Shundaq.
Gülnar. Hay, Saniye. Qandaq ahvalınız? Yaxşıdırdыңızmı? Özünüz yaxşıdırdыңızmı? Yaxşı. Gülnar, bir yerdə turub faqat görüşəməy yürüyümüzdə. Şu emasmı? Sizmi aldıraş, mən aldıraş olğandikin. Gülnar, qızğınızdakı balığa diqqət qılıncımı? Bunda çağda diqqət qılmasa bolmaydı. Öyge qaytamsız? Ha, qaytıman. Hey sen bak o traktörünü çaya girip toktuk koy ha? Ulan da ha? Tayyir! Tayyir! Tayyir tokta! Tayyir! Tayyir! Tokta! Маңа илқияны бердіған оқшымамсыз. Tosmunu mu tosp olduk, iş mu tügüdü. Hem de birer yerimden adık çıkamam dokfka. Адықны өйге беріп çıkamamdıq Süleyman'ıka. Hey ahmak fukam, öygü bağan denken o iş bu işlerden ardık çıkamdı. Mankara, ben optan bir sorun tüzdüm. Rasa bir olturup geleydi. Gür, may. Süleyman'ıka, илқияны маңа беріп әссаңла болады. Hey, sen muşunda hacetmen boğan deken, meni kendimden mağmam sen. Gür. Bo'ldi. Sal to'xtatib qo'yli. Naqshinimi anglag'ach, araqnimi ishgach o'ltirayli, ha? Şundak. Sulayman, arqingizni qo'ying. Ma'qul. Kene, olturuşumuz başlandı ağayınla. Mağı birinci rumkini yazı başlığının hürmet üçün men kötürüp dey. Hoşa. Xo'sh. Ukam Tayyir, mau go'shtdan, ma samsildan ağaç o'tiring. Aşağıdan yeni keldingiz. Qo'sqingiz mu ichib qolgandi. Qo'saq och bo'lsa, Elibeka haraq tutib ketadi-mi? Qo'saqni to'yg'izib ela. Yezi başlığı, mən bu haraqni... Kene, yazı başlığı özleri geldi. Kızızık çakçakla bir içmesle. Chaqchaq deganni ichib qiziqanda to'kib o'tamiz. Kene hoşa. Kaltısı yazı başlığı da. Kene Tayyirufkam, güp bir kötürüp de. Süleyman'ıka, mən haraq içəməyəm, mən zorlamam. Bu mağı yazı başlığını aldı da bir hürmetlik kılma. Ale, işe. Süleyman'ıka, mən ömrümdə haraq içib baxmağan. Burun içmegen bolsan endi içmemse. Sen degen jigit ko. Nimanda hurapilik kılsa. Ale. Bu xurapilik emas Süleyman'ıka, mən rast haraq içməyəm. Burun iş bakmagan bolsan endi iş bakmamsa. Sulayman, akilanga. Ukam Tayyir, bizning bu sahroy qiyomatda mushu araqdan boshqa nim bor deysiz? Shu emas Bu ko'ngil uchunda. Ha? Mana qarang. Mana bu ko'sanning oliy darajalik araqi. Buni içsiniz foyda qiladi deymi ukam. Ichib qo'ying. Yezi başlığı, muş haraqni mənə zorlamagan bolsa mən sizlərdən ötünüb qalay. Ukam, mana qarang. Avval mushuni ichib qo'ying. Avval buni qo'lingizga elib nima gap bo'lsa ondan demamsiz. Ha? Eling. Canım aka, meni zorlamang deyme. Mən içəməyəm. Aval bu piyanlı kolunu al. Mavi yüz başlığını kol tilip gitti. Ale. Bəli, işinin yolu mava ukam. Endi bir güp büdü götürüp de. Gap bir içiversen bo'lmadimi? Yüz başlığının hürmet üçün bolsa mı birini içip de. Ben sende hoş olup kalay. Ha? Ya Allah! Xotun kişidek naz qılmay, göppüde kütürü ötmemse. Eğer muşarakını içiversen sen talaşka yani bir vidime. Nima? Tayyirning tali bormi-ka? Ha. Orlab beringlar tali bo'lsa. Heliqi ko'n yor beşidagi yerni jiq odam talashdi. Bu ufkammo ko'p gap qilib beshimni og'ritib ketdi. Mundaq bo'lsa, mendan buyruq. U ya'ni Tayyirga berib o'tinglar. Süleyman'ıka, bu rasma? Qiziq gap qildi ekansan ufkam. Yüzü başlıq Osmanның her bir eğiz gipi atkan oq degin ha. Bo'ldi, ba'doq sana. Qani, shuni bir güppüde ishibda. Hoca.
Həpbəli, oğul ol degan mundaq bolmamdı. Ha. Bastırak. Ayxan ana. Vay Xudayım ey, balamğa nim boğandı. Vay ey, nim sesixçilik bu. Vay şermende. Okuğan namazlarımını bulğap, eşek südüğünü içip gepsen de. Hey, gözünü aşkına. Sen mi adam buldun mu? Özünüzü bir söyleyin Ayxan ana. Tahir, bir şunu götürüp oldur. Vay Xudayım ey. Tahir. Bastırak. Oy. Voy, apa. Tayırğı nim boptu? Nim bulatdı balam. Eşeknin süydüğünü içipdi. Vay isit. Xudadan tiligələrim nə getdi. Xalq aləm aldıdı qandaqın bir baş götürüp jürəm mən. Özlerini beysivasla apa. Tayır umşalğanda sözleşeyli. Dadısının royunu qorundurup qıpşıga işini qaranla. Rəhmətlik Abdullahın boğan bolsa şundaq mı qınmasdı? Mən bundaq rəsvacılıqını köygəndin. Tuqqallanı öyü gedək. Nemisətçilik bu, nemisətçilik. Vay Xudayım. Apa. Canım apa, ondaq qılmısla. Tayırның orunda mən siləgə namaqıl bolay. Mundaqla ketib qalsla, tuqqallar bizni yamanlaşıb qapdı deb oylab qaladı. Tayırni muşu bir qıttım keçirvəsla apa. Gülnar. Apa, Gülnar qani? Gün düşküce uxlusan, Gülnarsan qarab duramdı balam. Gülnar allaqaçan etizgi çıkıp boldu. Sen mize taz orun bop getdin balam. Gülnar, bu buğdaylarning hammasini o'rib bo'psiz-ku. Nima bo'ldi sizga? Akilinga maqlay bo'ldi. Voy, akilinga maqlay. Demilang. Gülnar, meningmi undaq qilg'im yo'q. El qatori içip kaldım şu. Yegimi eriştim. Endi işimsen boldu-ku. Eng yaxshisi aroq ichmang. Bo'lmasa hammamizni xaf qilib qo'ydi ekansiz. Gülnar. To'g'ri qildim. Kimni o'ylash shu uchraydi ekan? Oxir zamon bo'lib qoldimi nima? Ha? Nima ishdi Sulaymon aka? Mundaq gap. Yezilik hukumatning boshliqlari kentimizga tekshirish kelmoqchi ekan. Ularni obdan kutib olmasak bo'lmaydi. Shuning uchun sizni bizga yordamlashib mehmonlarga tamoq etib bersa deb kelib edim. Lozimatli narsalarning hammani men tayyorlab ekib beraman, ha? Men, ilang. Boshqalarga desangiz bo'pti ekan Sulaymon aka, ishimiz aldirashdi.
bundaq desəniz bo'lmaz. O mehmonlarni kəs-kəməs yak başlıqlı bo'lmaydı. Hazır bizning sizlarga hajtimiz tushib qoldi. O'tganda sizlarning bu hajtinglar bizga tushganda Konyar beshlik, ya'ni sizlarga berdik-ku. Eling afkam, eling, Shundaq bo'lsin, Undaq bo'lsa, bugungi sizlarning uyda, Hay, Sulaymon aka. Hozir bir qism rahbariy kadrlarda aynib ketish, huquqidan foydalanib o'z nafsiga cho'g' tortish, shiriklashish qilmishlari intayin og'ir. Biz partiyaning xalq oldidagi inovatini saqlab qolish uchun oldi bilan poklik xizmatini ching tutishimiz, kim masala sodir qilsa, kim o'z huquqini qalaymaqan ishlatsa, shuni jazolashimiz lozim. Hozir noimiz tavasida bir qism kadrlar yalarni qalaymaqan egilib hukumatning mablag'iga o'y silish, emgak kuchi va qurilish materiallarini haqsiz ishlatish xohishi bakmi og'ir. Yani bazı kadrlar hükümetin pulunu yap içişke ve oynab sayahat qilishga sarf qilmoqda. Ba'zilar bo'lsa parxo'rlik yo'li bilan beymoqda. Biz yuqorining yo'l yo'rigiga asosan buningdan keyin shiriklikka va parxo'rlikqa qarshi xizmatni ching tutib, yaxshi ishlashimiz kerak. Har qaysi yezilar buni aktiv qo'llashi, o'z joyida mas'ul ko'rilgan aman pash qilib bir taraf qilishi lozim. Qilmishi haqiqatan og'ir bo'lganlar qonun bo'yicha bir taraf qilindi. Qani yo'ldoshlar. Hujjat yetkazilib bo'ldi. Buning qarta qanday fikringlar bor? Nalik hukumatning hujjatini qo'llaymiz. Bizda masala bo'lsa, tuzatsak bo'ladi. Og'ir masala bo'lsa boshqasoq bo'ladi. Yezi boshlig'i. Bayatdan sizlar bu materialni yetkazgan heliqi masala bizning bu yezid yo'q deb qarayman. Bu yerda o'ltagan kadrlarning hammasi pak diyonatli kadrlar. Yez başlığı Osman obdan gap qildi. Aramızda öz nafsiga cho'g' tortadigan, chiriklashib, tushkunlashgan kadrlar yo'q. Hammasi xalq uchun jon dili bilan jafoliq ishlayotdi. Onda kesib yetishqi bo'lmaydi. Bizga ma'lum bo'lgan ba'zi inkaslardan qaraganda, yezimizda masala oz emas. Yo'ldoshlar bir-biriga chapan yapmasligi kerak. Qani, ağac oturma. Xo'sh. Xo'sh bize. Qani boshim. Mehmonlar, ağaç o'tiringlar. Tahir Cevka, bugün qattiq yaşaymiz. Obdan içimiz. Qani, içe. Mushu aroqni ichmayman deb yana ichdim. Sulaymon aka, nima ishqa ichdim bilamsiz? Bilmem. Sizlarning hurmatinglar uchun ichdim. Ay, hiç kim gibi bemiga yani sana verdim. Şunun hürmeti bo'lsin içmemse. İçe. Xo'sh. Yezi boshlig'i, Xo'sh. Tahir ukam, ichib qo'ya birani, ha? Xo'sh. Jigim. Tahir. Hay Tahir. Yezi başlığı. Mekilinglar. Sizning hurmatingiz uchun Tahir bunu yana bir içmesin, ha? İçe. Yaxshi. Yaraysa. Nimandaq ichiyversiz? Yezi boshlig'i zo'rlab turib olgandan keyin ichmay qanday qilaman? Og'zingizga zo'rlab qo'ymagandu. Aroqni o'ligidek ichib, opamni ketkizivatdingiz. Ağaç o'tiringlar. Qani, ağaç o'tiringlar. Qopingga.
Tağısı oynaylı. Men tansı deganni zodi bilmayman, yezi başlığı. Bilmeymen degen mi gap mu? Bilmisiniz öğrenisiz emas mı? Qarana, ağı xotinlarımı oynab melek olup ketdi. Sizning aç xotinlardan qavchiliginiz bormi? Ha? Kelin ha oynayli. Turing ha. Turing ha. Bilmisiniz men öğütüp qo'yman emas mı? Gunnar, siz hakikaten chiroyli ekansiz. Hayırga zoyi ketibsiz. Ham yevag'ida qiz ekansizmi? Undaq sərtləşməsə yezi başlığı. Hamma qiz cho'qonlar shunday qiladi-ku. Mening ko'zim tushdimi? Haliyingizning kagini shu. Sizlar yezi başlığı turib, shundaq gap qilsa bo'lamdi. Men hammani bilaman. Hamma ishlar chiroyliqcha bo'ladi. Men qonunni bilaman emasmi? Sizlar bak qo'rqinchli odam ekanlar. Meni qo'yivasizlar. Toyir, hey Toyir. Sizmi er kishimi? Turing ha o'rningizdan. Turing ha. Siz mening gapimga kirsangiz, menga rahat turmush kechirsiz Gunnar. Yo'ldoshingiz Tahirmi? Oshodin turli siliqlardan xoli bo'ladi. Men sizlarni qanot ostimga olaman. Men sizga ko'yib qoldim Gunnar. Men Yana yaqin keldigan bo'lsa, boshlarini chepib o'taman. bunchalik qilib ketmang Gunnar. Bu yeza texi mening olqinimdan chiqib ketgani yo'q. Men deginimni qiladigan odam. Hamon bir kuni mening oldimga kelib tizlanmag'ingizni bir ko'ray. Toyir, hey Toyir. Turing ha, sizga deydigan gapim bor. Ay, nima gap bo'lsa hamamsiz. Bo'yimdan ajrab ketdi. Nima? Gunnar, bu rostmi? Akşam kechida shundoq bo'ldi. Hammani qilgan bo'shi nechiz haroq. Mening narimnim o'g'il bola degil olsun. Canım Tahir, ben sizden pek ensirab ketyapman. Siz o'zgarib ketasizmi? Gunnar, bana ishinim. Ben sizni mangu suyman. Xadicham. Xadicham. Manemi? Sizmi odam aldashni o'rganibsiz a? Özlerden aylansın, yezi başlığı. 2 saat boldu silini saklap öyley dedim. Başka şeytanlar ozdurup ketmegendi. Manga siz bo'lsangizlar bo'ldi. Boshqa odamning keragi yo'q deyman. Voy, hazır şundaq deyla. Ertegün kim bildi o tixi? Manga ishining ha Xadicham. Men sildim bir işini sorap bakay. Reşitning ishtatini qachon alqib berla?
Yaqindan beri shunda qo'rqib ketyapman. Agar o'shikimizning ishini bilib qolsa, o'ltirib etishdan yanmaydi. Siz xotirjam bo'ling. Men aqlim bilan ish qiladigan odam. Men Reshitning shtatini cho'qim hal qilib beraman. Ha? Tahirjon aka, so'li shopni ketibsa, oqshom qaroq ziyon qildimi nima? Qo'ying Sulaymon aka. Odam garoqni shundoqmi ichirib o'tamsiz? Kechining yoqi beshim og'rib araliq qoldim danga. Asta-asta ko'nib qolsa aka. Bizmo 20 yilning yog'i ichib, ishnimi bo'lmadik-ku, ha? Qasam qildim. Bundan keyin aroq degan narsa ikkinchi og'zimga olmayman. Aras. Eliq konya beshlik yerga bir narsa terimi qolsa? Yo'q. Terimig'ining yaxshi bo'pti. Raskatni qilsam, biz sendan u yerni qaytirib oldigandek qilamiz. Bu nima gap? Men u yerni 3 yillik setib olgan tursam, yana kelib sizga to'xtammi bog'u? Biroq ahvolda o'zgarish bo'lib qoldi. Bu yezliq hukumatning o'rlashtirishi. Oshi 20 oyagimi yezliq hukumat aralasham ekan? Men u yerga ko'p ajr sundirgan tursam. Bu mening ishim emas, Fuka. Mendan hargiz ranjima. Biroq u yerdan umidingni uzmasang bo'lmaydi. Sog'an emgak kuchim, qaysiga pulimdan hammasidan voz kechamdim. Odamni bundoq bo'za qilgan bormi? Va tuzga to'xtab qani hamisi. Wang Shuji viloyat partiya maktabiga o'qishga ketdi. Barat Shangjang ichkariga 1 oylik tekshirish ketdi. Bu yezining xizmatini mening vakolatdan ishlayotganligimni hammanglar bilasizlar. Bu yezida mening gapim zot o'tamdi, o'tmamdi. Har bir kentdan 5 daldan yog'och, 2 dan odam chiqarishga kuchanglar. Bomba sizlarni qandaqmi kent boshlig'i degili bo'lsin. Yez boshlig'i. Biz ilgari noyidki boshliqlarning uy silish ishlariga yaxshi yordamlashdik. Ularmi bizdan rozi bo'ldi. Endi kelib bu boshliqlarning tuqqanlari uchun emgak kuchi, yog'och material chiqarish bizga haqiqatan tas to'xtaydi. Bizni tar yo'lda qistimizlar. Yez boshlig'i, bizning kentimizmi shundoq. Kentimizda kaskidak bir atal yog'ochim topqilib bo'lmaydi. Bu yog'ochning hammasi so'g' salamga ketib bo'ldi. Endi emgak kuchi masalasi kelsak, bu texim mumkin emas. Moshindaq aldirash chaqda dehqonlarga biz mushu gapni deydigan bo'lsak, bizni urushdim yanmaydi. Bo'ldi. Hammanglarni bilib qo'ydim. Sizlar menga qarshi chiqmoqchimi? Sizlarga bu huquqni kim bergan? Ha? Yezi boshlig'i Osmonning fikri to'g'ri. Men qo'llayman. Bir kentdan 5-6 talda yog'och chiqaramsak, bu qanday qo'g'ini? Yezi boshlig'i Osmon bu yog'ochlarni men o'zim ishlataman davatqini yo'q-ku. Yez boshlig'i. Ha, Sizlarga deydigan gapim batdi. nima gap? Sizlar buyurib bergan heliqiyani Qumdan kenti hech sababsiz tatolmoqchi bo'lyotdi. To'xtamnimi bekor qilmoqchi. Shuni sizning oldingizga kelib edim. Ha, u yana qaytarilishni men aytgan. Qandaq gaping bormi? Bu nima gap yez boshlig'i? Men sizlarga nima yomonlik qildim? O'zaning normalik yerini terisanglar bo'ldi-ku. Yer chetida teradiganga nima hadding? Ya'ni to'xtam bo'yicha sotgan tursa, men u yerni tajriba etiz qilay degan.
kentga foyda yetkazatdim. Yerlarni setish, qaytirilish bu hukumatning ishi. To'liq atkachilik qilmay yo'lingga manga. Sizlar qandoq ishingiz kel degandilar. Men sizlarga tog'dak ishini kelsam bu To'g'ri, men shundaq degan. Lekin hozir niyatimni yenib oldim. Azroq ich, azroq. Ziyon qiladi juma. nimishqa meni ahmoq qiladi. Nimishqa meni ahmoq qiladi deyman. Hey, Gülnar. Ha, opa. Opa, Nima qilib yuraysiz, bola? Nemishqa gapimni anglamaydigansiz. qandaq qilaman opa? Bug'doylarni o'rib bo'lamadiq. Vaqtida o'rib bo'lmaydi. Jenim balam, o'zingizni o'zingiz aymasangiz bo'lmaydi. 10 tug'utdan bir tushuk yomon deganni anglamaganmi? Bir necha kun obdan dam elib, ondan chiqing. Bo'lmasa keyin tug'utingizga ta'sir qiladi, balam. Xotirjam bo'sla opa. Avaylab ish qilaman. Ha. Bu günlerinize. Oycan! Oy, yavşık etti. Kimdi bu? Kimdi o? Voy, bu Tahirkan go. Tahir. Tahir. Hey Tahir. 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 Bu zahmega o'xshaydi. Götürіңlar. Qo'yadi. Bulan. Gulnar, qanday ahvolingiz? Gulnar, qarab qo'yaymi demaysiz-ku? Men sizga nima yomonlik qildim? Nima qilganingizni bilmayapamsiz? Yerning masalasi kelsak, bu mening ishim emas. Yuqorining o'rinlashtirishi. Shunga shundaq bo'lgan. Hozir yezi boshlig'i Osman o'chirishni yerdan boshlavatdi. U xiyolida mushunda qilsam meni yalvirib oldiga bordi deb o'ylavatdi. Yani bamiz chekisiga tangsin. Hey, jenim singlim. Men sizni nihoyat obdan tushunaman. Biroq bu gapni Tahirga hargiz deb sanmang. Bo'lmasa uyinglar buziladi. Hey, mendimi amal yo'q-da. Agar qil deganni qilmasam, yezi boshlig'i Osman meni ishdek talaydi. Bir necha kun bo'ldi. O'zimning go'shini o'zim yegidek bo'lib, beharam bo'lib ketyapman. Hay, sizmi-chu? Yezi boshlig'i Osmanning gapiga kirgan bo'lsangiz, bu ish yo'q. Nima deyapsiz? Sizda vijdon degan narsa bormi yo'q Sulaymon aka? Mushundaq gaplarni og'zingizga og'icha ulib olsangiz bo'lmamdi. Siz ish bilas. Xap to'xtab tur qanjuq. Men seni rasvo qilib, mushiyada turuqsiz qilib etmaydigan bo'lsam, Sulaymon bomba ketay. Opa, kellama. Balam putuğunun ağırı qandığıraq. Xil yaxshi. Kesla opa. Nega yurib kelding, apa? Tov qildim Xudoyim. Xudoyimning oldida nima gunoh qilgan bo'g'iydim. Kagilik bo'lsa, bizga kagil turdi. To'y qilmasning oldida bir obdan balıtdan. Qachon to'y qilding, buzilding.
Canım balam Tayir, sen mening yürek param emasmi? Nemişki bundaq apangni xafa qiladigan sen? Abba, putum sunup ketdimikin, bek ağrıp ketyapti. Balam, ko'nglingga kasimo dey. Gulnarning oyig'i faqatli yarashmadi. Gulnar kelgandan beri qo'zili qo'yimiz bo'g'ilib o'lib qoldi. Qo'sig'idagi 2 oylik bola tushib ketdi. Sen eshakning suydigiga ugunib olding. Canım balam, sen qandaq Tayirding? O'ylab baqa. Abba, Gülnarda günahı yok. Onu ayıplasan bo'lmaydi. Sen onunda kelini hech nereden tapamaysan. Yana birdam o'ltiringchi yezi boshlig'i. Bugün azroq ishim bordi. Men yana kelim emasmi, ha? Endi kesimiz qachonlik kelisiz? Ay. Men yana 3-4 kundan keyin kelim, ha? Tapınmaysizga, ha? Ay vallah. Bu Reşit, Osman. Oh iflas. Reştikam, men Namazsız. Ben seni öldüreydim. Reştikam, meni şeytan azırıptı. Men bunda kıldığın adam emasdim. Fukam, bu Senin hadisiyle beni elektrik istansısı gaydaydı kalığının sebebini emdi bildim. Osman, sen tuzum diye tuzluğumu siyipsen. Senin närin mu? Yezi başlığı okşusun. Ha? Reştikam, men izip deme. Men senin iştat meseleni ətili hal qıp birey. Ət degende işxanığı bağın, ha? Meni koyup etken Fukam, hoş olay. Men 10 yıldan açtı. İştatımı hal qıp vermedin. Ben seni öldürüp bitemem. Reşit. Askına, seni göre gözüm yok. Öldün yok al. Şu balının yüzünü kılıncını Reşit. Ben eziptim ben. Ben eziptim ben. Hey, sen demiş ki ballarının yüzünü kılmaysan, ha? İyi de, beni demiş ki aldaysan. Aldın ettim ben. Beni kaçırın Reşit. Ballarının yüzünü kılmaydıkan bolsam, seni öldürüp ettim. O namussuz, közümden hazırını yok al. Qanaqa ahvolingіз Gulnar? Yaxshi. Necha kun bo'ldi? Ko'rinmaysiz-ku. Sizni izday deb turatdim. Tağam ağrıp qapti ekan. Shu yerga berib keldim. Ha. Hey, Tayir ko'rinmaydi-ku. Uyda yotadi. Nima bo'pti? Üç dört gün bo'ldi. Atrat heliqi bizga bergan yana tatib ekan. Şunun açığıda Tayir haraqni o'ligidek ichib, qaytib kelishida velosiped bilan yodin tushib ketibdi. Ha? Ahvol ig'ir emas-ku? Dastlabda mastlikning alomatimi og'irg'andan kepini qilmagan. 2 kun bo'ldi. Belim putum og'rib ketyapti deydi. Badanning ichi tarpi zaxmi yeb qoldimikin deb ansirab ketyapman. Yani ilvamamdı. Şunu oğlum şunç kapılış ketemdi. Bomuz unzavut kursun. Yezimizde unzavut yok ku. Tayirga burun mu? Şundak dep meslet bergen ben. Tursun, siz Tayirning yaqin og'inisi. Onunga nasihat qilib qo'ysangiz. Tayir haraqqa berilib ketyapti. O hozir burunqi Tayir emas. Xuddi men kelin bo'lib kiribla Tayirni buzib atgandek opamni meningdan xafa bo'lib yuribdi.
Aygül! Aygül! Nemish bo'ldi Sulaymonka? Rasma? Rас olmayçı, işenmisiniz berip qaraq bapam siz. Hey, Aygül, üyek bağandı bağı o. Menin ismimni herkes çıkarıp samancı mı? Vures valla. Günlar, turmuşda igizbas ishlar bo'lib turdi. Bu ishlarni sizning ko'z bo'lmaydi-da. Men Tayirga nasihat qilib qo'yay. Vures valla. Aygül, siz Köp gündüzde apak çapak bulaştı. Noz qilsanglarchi? Aygül. Nima deb juylayapsiz? Tex men joylabdim amma. Tursun, asli siz Tayirning og'inisi emas, Gullarning og'inisi ekansiz-da. Aygül, odamga qarchaplamasangiz-chi? Qasam qilaman, Tursun bilan hech qanday munosabatim yo'q. Tex munosabati yo'qmish. Xalqning oilasini buzg'icha esilib o'lvasangiz-chi? Köp gündüz buzuqchilik qilishib. Aygül, zuvaningni yig' bo'lmasa miyangni qitig'ini chiqarib yutma. Xap to'xtab tur Gullar. Bu rasvochilikni butun mahallaga yelatmaydigan bo'lsam. Aygül! Ağzını jum deyman, bu iflos! Bugündən rasa oxşidi. Həmin Allah'ın yıqıb oğul bulamı? Yıqıb oğul bola sizning tüyüç menen taya oludu. Ensirmanglar, hammasi yiqib bo'g'il olur. Hey, anladыңlarmı? Bizning yezdi bağı kishining aqli hayron qolgandek bir xabar taqilibdi. Qanday xabar? Voy, Mavu Tursun bilan Gulnar bağı tutilib qopti. Voy, nada? Voy, texi, Aygül öz qo'li bilan qo'noqlikda tutibdi. Tavba qildim, tavba. Gulnarning bundaqmi hunari borligini o'ylamabdim emasmi? Gullarning atdagi qarisi qo'qaqning eriga qaraydigandek emas. O'ylamgan yerdan chiqibdi-da u. Tavba. Gulnarning qochidagi oshni yeb turib, qozon qaraydigan hunari borligini o'ylamabdim emasmi? Gulnar bilan Tayir to'y qilgandan beri nayti inoq ijil o'tadi. O'qishmaslik bo'lib qoldimi ya? Ishonmamsizlar? Voy, texi Aygülning o'z og'zidan angladim. Ayxaça? Qandaq ahvollari? Tinchlikmi? Tayir yaxshi bo'lib qoldimi? Ha? Nədikini deysiz? Kündün kunga og'riqi adab ketyotdi. Tayir xil obdan odam bo'lgandi. Qachon to'y qildi, shuningdan keyin u o'zgardi. To'g'ri dedingiz Sulayman. Balam oltinga bagsiz bo'ldi. Gulnar kelin bo'lib oilamizga kelgandan bo'yan bizni nasvas qilib turdi. Men mo'mu shu gapni deydab turgandim. Kelinlarga obdaroq ko'z quloq o'slib o'qidak. Uning oqidan ba'zi so'z cho'chaklarni anglab qoldim. Nima so'z cho'chaklarkan u, ha? Ish qilib, kelinlari ancha durust ayol emasdek qiladi. Voy sho'rim, hey, shuningga bizning oilani nasbas qilib turibdi ekanda. Chiroyliqda hopo yo'q deb men bir yaxshi kelinga erishdim deb xo'shalab yursam, men rasvochilikni qaramamdigan. Ayxaça, bunda xafa bo'lib ketmisizlar. Bo'lmasa men xijilib qoladi ekanman. Qani, bir mezgil sinab baqmamla. Hoş, 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 hoş. Voy balam. Voy. Neymiş bu balam? Nim bo'ldi? Tura. Gulnarning nima qilgan ekan? Mening holimni bilib turib qo'ylarni qo'yib etibdi.
Tura balam, tura. Muş günde Gülnar mı haddidan aşkılı turdi. Sen Gülnar'ını obdanırak başqırıp koyğun balam. Xotununun közü qara verip boğan ahvalın muşu. Nayiga kirip, doktorga obdanırak körünüp baqqan, kesilen yamınıga aylanıp qalmısın balam. Gülnar sana küyünmegen bilen. Men sana çıdımayman oğlum. Appa, sen Gülnarni ayıplayvermegine. O elimi etizning, öydisi öyünün işini qılıvatıdı o. Men ama gepimni anlap koy jenim balam. Gülnarga obdanırak köz kulak bol davatıman. Nima deyapti sen? Assalomu alaykum yüzbaşlığı. Qandaq ahvallari obdan turib atamla. Gelen Sulayman. Ko'zlaridagi ko'k texchi yo'qolay demapti. Ha, şu emasmi? Qerishqandek bu ko'kmi yonmayotidi. Ha, o'tiring, Ha, o'tiring. ma'qul. Amin. Allohu akbar. Yüzbaşlığı. Yiliqi rish degan dushakni saqchiq tutib berib yaxshi qilajimi? Hammani qilgan ash reshit degan xotin taloq. Men endi uni xizmat masalasini hargiz hal qilmayman. U meni nima qila oladi ekan qani? To'g'ri, shunday qilish kerak. Ata muavin Sidiq hokimning o'g'lining to'yi. Sidiq hokim bo'lsa bizning oq terigimiz. Hay, men boramaydigan bo'ldim-da. Sizlar ati u to'yga bormisizlar? Muavin Sidiq hokimning cho'qim ko'ngli keladi. Mening ahvolim mushundaq tursa, qandoq bora olayman? Ma o pulni Sidiq hokimga siz yetkazib bering. Agar u meni so'rab qolsa, og'rib qoldi desangizlar bo'ladi. Bo'ladi. Bo'ldi, sanimisingiz bo'ladi. Shu 3000 so'm pul. Ma'qul, ma'qul. Eliqi Gülnar degan cho'konni ko'rib turyotamsiz. Ajabmi bir tarsa cho'kan-ku na u. Mushu ahvolda turib, yana qiz cho'kanlarning gapini qilib o'tamlar. Avu bir ko'zlarga mo ko'kchib qolmasa yana. Ha? Men texi yana tatib olsam, u cho'qim oldimga tizilib keldi deb o'ylagandim. Biroq u kamidi. Endi uningdan davomli o'ch elish kerak. Yüzbaşlığı sizlar undaq deydi ekanlar. Haq mening orqamdan tillayotdi. Hatto orqamdan bo'layotgan gap so'zlarmi oz emas. Yüzümden yüzümga yüzbaşlığı Osmanning g'altisi deyishyotdi. Deyxan haq degan nimani demaydi o deysiz? Maydingizni egiz ko'tarib ishlayvermamsiz. Haddidan oshqonlarga mana men o'zim tetiyman. Rahmat yüzbaşlığı, rahmat.